Akalar, shu mashinani menga sotmasangiz bo'lmaydi. Hasan aka, bo'lmayapti-chi-ta? Yo'q, ukajon, qanjinimiz ham bu mashina sotilmaydi. Aka, bu mashina ko'p mehr qilib berilgan, sotilmaydi bu. Bebahomi bu mashina? Gap yo'q. Tayyormisizlar? Assalomu alaykum hurmatli podpischilar va hurmatli guruhdoshlar. Aka bizni taniganlar bo'lsa bitta like bosasizlar. Samarqand viloyati Charxon tumanidan Doniyor aka biz juda ham yaxshi elektrik bo'ladilar. Shu qo'ygan videolarimni hammasini o'zlari gрамотно qilib taqlaganlar. Videolarga bitta like bosasizlar. Akajon, assalomu alaykum sizga. Yaxshimisiz, tinchmisiz akajonim? Aka, bu Cobalt mashinasiga qancha vaqt ketdi? Nimalar bo'ldi akajonim? Bitta shularga podpischilar bizga chiroyli qilib gapirib bersangiz. Hammasini idealni qilib berishimiz uchun 1 hafta 10 kun ketgan. Polni elektrika, ashina, hammasi apparatura polni sbor qilingan. 1 hafta vaqtimiz ketgan. Kimga shunaqa xizmatda kerak bo'lsa, elektrik o'zimizga murojaat qilasizlar. Premier Tuningga, magazinga maslahat beraman, shu yerga kelishlaringizga. Hamma narsasi arzon va sifatli. Aka, sizga katta rahmat akajonim. Endi yana qisqachagina vaqtingizni olaman. Shu nima apparatura terildi? Juda ham ko'p odam qiziqadi shunga. Nishdan nima ketdi? Hammasini bitta tushuntirib bering. Bu apparaturamizga Tur kompleks 8 ta Arnold 20 talik 300 ga 600 ketgan. 725 Mindphone 270 talik Devons qo'yilgan, 1,5 mingga 3000. Unga MOS 8 ta Arnoldga MOS 2.2000 ASA Devons seriyasidan qo'yilgan. 8 tadan 16 tagacha kolonkaga bemalol ishlab beradi. Sanferimizga 2000 ga 4000 monoblok qo'yilgan. Kabellari hammasi 50 kilovatlik akkuratni qilingan. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilasizlar. Hammangizga rahmat. Mashina polni shumka bo'lgan, ovozini eshitib mazza qilinglar. Akajon, Xudo barakasini bersin. Akaga bemalol murojaat qilsangiz, bizga kelsangiz, hammasini chopga qilib beramiz. Sog' bo'ling aka, rahmat sizga.